Dal hozirgidek ta'til mezgilida bolalarimiz va xonim-qizlar yoqtirib yeydigan qarmush ta'mli Italiya chupini oilada nayt qulay usulda qilib baqamliq tuqqanlar. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsin chuqum o'rganaysiz, ham tugunish boshlaylik ketdik. Avval go'shni tamlantiramiz, qalamchi qilib to'g'rab olgan kalgo'shning ustiga oz miqdorda tuz, bir qo'shiq shonchu va nayt oz miqdorda qarmosh, bir qo'shiq qunaq kraxmal to'kib, rasa to'liq aralashtirayotgandan keyin orqadan oz miqdorda may qo'yib, yana bir aralashtirib etib, yarim soat qo'yib tamlantiramiz. Italiya chubiga qarmoshning ta'mini chiqarish nayt muhim. Şoň bilen işlerkenim bolsa, herden bağının purqu nayt güçlük bolgan qarmoş talqını. Keyindan biz bunu jizdan şalimiz, 2 qo'shiq shonchoning ustiga nayt az miqdorda tuz, yarim qo'shiq qarmoch, bir qo'shiq qunaq kraxmali va 2 qo'shiq atrofida suv quyib, rasa aralashtirib tayyor qilsak bo'ladi. Bundan ketilgan ko'ktatlar nayt oddiy, faqat piyoz, ko'k qizillarni suratdagidek sirqilib to'g'ravasak bo'ladi. Arqadan qozonga suv quyib, qaynaganda sirtdan tayyor setib olgan Italiya chupini selib, taxminan 10 minut atrofida pishirib olgandan keyin sovuq suv bilan choy qitib, qozonga bir chumch atrofida may qo'yib, bayat tamlantirib olgan go'shtni selib, buni uzoqroq qovurib, go'shtni bir qadar pishirib olib, piyoz, ko'k qizil lazlarni selib, 7-8 to'xtamay aralashtirib o'yirib qovursak, laz bir qadar yumshaydi. Ondan pishirib olgan cho'pni selib, ustiga tayyor qilib olgan jizni to'kkandan keyin o'tni yuqur qilib, 30 sekund atrofida to'xtamay aralashtirib o'yirib qovuribla taqsi qilib iste'mol qilishni bajarsak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Amsa oxirat qo'llash nayt oddiy urug' tuqqanlar haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, bundan ortiq qo'llash olmaydi. Meni qetib olsanglar, bundan nadir mazmun kunni o'zinglarda kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh. 抖音